Assalomu alaykum do'stlar. Mana jitki travertinimiz Kartamira degan travertalik chachiladigan emas, polirovka bo'ladigan travertin mana. Polirovka qilinadigan travertin bu. Kartamira degan. Ammo tarafi bo'ldi, bo'lmadi bu yog'i ham. Hozir polirovka qilinadi bu yog'i mana. Hozir yoniga boraymi? Mana. Bular hozir polirovka bo'ladi. Mana. So'kullari bo'lgan yo'q mana. Kartamira degan travertinimiz. Hozir endi bu gullari qo'yilgan. Mana taralari qo'yilgan. Bu yerdan mana. Bu yerga mana 4 ta gul qo'yganmiz o tepaga. Mana tepaga, pastga, o'rtaga, chekiga. Mana. Bu yerga hozir 1 slog bo'lgan. Hozir 2 slog endi bo'ladi. Bu yerga haligi chachiladiganlar polirovka bo'lmaydiganidan. Bu polirovka bo'ladiganidan, polirovka bo'lib chiqadi. Hozir polirovka bo'ladi buni ustidan. Keyin ustidan lak beriladi. Mana sizlarga ko'rsataman. Hop polirovka bo'lgandan keyin mana beriladi ustidan mana. Mana. Imkon yumshuq lak. Keyin ustidan yumshuqni o'zi beriladi mana. Bu beriladi. Ochib ko'rsataymi do'stlar? Mana. Oqidan mana shu qo'yiq. Mana shu beriladi. Ko'rdinglarmi? Verkinda mana unisini ishlatyapmiz mana. Asman deganidan. Asman. Do'stlar, mana shu asmanni ham 2 xili bor. Mash xilidan olinglar. Nur degan yozuvi bor, u prostoyi. Mana asman deb yozuvi bo'laveradi. Nur degan etiketkasi bor. O'shindan olmanglar iloji boricha. Endi yaxshirog'i-da ular, tozarog'i. Hozir polirovka bo'ladi bular. Mana. Ko'rdinglarmi do'stlar? Qanday xizmatlar bo'lsa, aytaverasizlar. Bu yog'iga endi travertinni 2 slog uriladi, 1 slog urildi hozir. Mayog'iga 2 slog urildi mana. Hozir mana endi